U dunyodagi oxirgi inson edi. U millionlab dollarlik qimmatbaho ichimliklardan o'nlab shishalarni basseynga quydi va butunlay sho'ng'ib ketdi. Basseyn chetlariga tuzlardan sochdi, ozgina tuz tatib ko'rdi va ichimliklardan bir xo'plab bu lahzadan rohat oldi. Aslida tez tarqalgan virus butun insoniyatni yo'q qilgan edi. Faqat shu odam tirik qoldi. 8 xil tilda yozilgan masal unga hamroh bo'ldi. U butun mamlakat bo'ylab kezib biror odamni uchratishga umid qildi, ammo biror jonzotga duch kelmadi. Hech kimni topa olmagach, yo'l chetida turgan katta reklama taxtasidan xabar qoldirdi. Tucsondagi uyga qaytargan yo'lda bir hashamatli qasrni ko'rib qoldi. U eshikni ochib ichkariga kirdi. Dunyo bo'ylab mashhur bo'lgan yuzlab million dollarlik rasmlar, muzeylardan olib kelingan dinozavr suyaklari, barchasi endi uning uyi bezagi edi. U ma'naviy oziqni ham unutmagan edi. 100 dollarlik qizil sharobni vegetarian pasta bilan uyg'unlashtirib yedi. Har bir xo'plami unga 10 dollarga tushardi. Bunday beparvo hayot deyarli 1 yil davom etdi. Bir kuni budilnik ovoz bermadi va adam bugun tug'ilgan kuni ekanini anglab qoldi. O'tmish xotiralar uni qamrab oldi. U oilasini sog'indi. Endi esa tug'ilgan kun bilan faqat o'zini tabriklashi mumkin edi. Qanchalik ko'p o'ylasa, shunchalik g'azablanardi. 5 oydan keyin adam qashshoqlikka o'xshab qoldi. Qasr kir va chang bosgan vayronaga aylandi. Mevalar loyqa suvda chirib yotardi. Uning yolg'iz hayoti azobga aylandi. U shunchalik yolg'iz qoldiki, qayta-qayta Izgoy filmidagi sahnalarni tomosha qila boshladi. U qilichlarga yuzlar chiza boshladi va ular suhbatlashdi. Har kuni u ilgari ko'rgan bir maneken modelini sog'inardi. Shuning uchun u maneken turgan vitrinani sindirib, u bilan gaplashishga urindi. Ammo uning xayoli bir zumda parchalandi. Endi yashashning ma'nosini ko'rmadi. Shunda u katta toshga balon bo'yoq bilan o'z epitafiyasini yozib, mashinada o'zini urib o'ldirmoqchi bo'ldi. Lekin oxirgi daqiqada u tormozni bosdi, chunki yaqin atrofda oshxonadan chiqayotgan tutunni ko'rib qoldi. Bu yaqin joyda boshqa tirik odam borligini anglatardi. Adam o'sha tomonga yugurdi. U haqiqatan ham odam izlarini topdi. Shu payt orqadan ayol kishining ovozi eshitildi. Uni eshitib Adam hayajondan hushidan ketdi. Ko'zini ochganda esa uni qarshisida chiroyli bir ayol turardi. U tushlarda ko'p marta ko'rgan ayol edi. Endi esa dunyoda faqat bir erkak va bir ayol qolgandi. Insoniyat naslini davom ettirish mas'uliyatini ular o'z zimmasiga olishdi. Kinoning davomi Telegram botimizda.